Bravo. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp va Eron prezidenti Masud Pezeshkian urushga chek qo'yishga doir muvaqqat kelishuvni imzoladi. Memorandum ingliz va fors tillarida raqamli imzolangan. Eron tashqi ishlar vazirligi esa kelishuv chorshanbadan kuchga kirganini ma'lum qildi. 14 banddan iborat kelishuv otash kesim muddatini yana 60 kunga uzaytiradi. Shuningdek, kelishuv Hormuzda dengiz qatnovini tiklash, AQSh blokadasi va sanksiyalarni olib tashlash, Eron aktivlarini muzlatishdan chiqarish hamda tiklanish uchun 300 milliard dollarlik fond tashkil etishni ko'zda tutadi. Tramp hujjatni Parijdagi Versal saroyida Birinchi jahon urushiga rasman chek qo'ygan mashhur shartnoma tuzilgan joyda imzoladi. AQSh yetakchisi agar Eron kelishuvini buzsa, ularni ayovsiz bombardimon qilishini aytdi. Bundan tashqari Tramp Tehronda ballistik raketalar bo'lmasligi adolatsizlik deb atadi. Vaholanki u fevralda urush boshlanganida Eronning raketa sanoatini yer bilan bitta qilish haqida va'da bergandi. Eron rahbarlari esa ushbu lahzani bayram qilmoqda. Harbiy harakatlar orqali erishmoqchi bo'lgan hamma narsamizga muzokaralar orqali bir necha barobar ko'proq erishdik, dedi Eron bosh muzokarachisi Muhammad Boqir G'olibov.